Oylik to'lovlar 4,5 milliondan chiqadigan 3 xonali uy ko'rsam. Bugun kelib baraka qilasizlarmi? Hurmatli obunachilar, Yashnobod tumani Olmos mahallasiga ekanmiz, ya'ni Xo'vostoza mahalla va Endi garadok. Olmos Rohat metrogacha 1-2 km oldida joylashgan. Shu yerdan 3 xonali uyimiz chiqdi. Boshlang'ich to'lovi ham, oylik to'lovlari ham arzon. Hozir birgalikda arzor qilamiz. Bismillah. Arzorni boshladik. Kiraverish foizli xonadon, keng katta prixoshka. Kirgandan o'ng qo'lda sanzel joylashgan. Yaxshi tomoni razdelnik. Bu yerda hojatxona. Bu yerda esa alohida holatda dushimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kiraverish asosiy eshigimiz, prixoshka bo'ylab yurganda ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Kuxnya mebellari qilib qo'yilgan, o'tirib choy uchun stol qo'yishga joylari bor. Uyimizda duxmontli kotel bor, silsizmi ustidan umuman muammo bo'lmaydi. Bu yerda narijni balkonni ko'rishingiz mumkin. Chiqsanglar shunga o'xshagan chiroyli atmosfera, Xo'vostoza mahalla, maktab, bog'cha, masjid metroga ham yaqin joylashgan. Pastda detskiy plashatka, bolalar maydonchasi, besedka, mashina qo'yish uchun parkovkalari bor. Prixoshka bo'ylab yurganda o'ng qo'lda birinchi xonamiz, ya'ni zalimizni ko'rishingiz mumkin. Keng katta holatda zalimizni ko'rdinglar. O'zingiz uchun remont qilsanglar ham bo'ladi. Har bitta xonadan bittadan derazalar bor, tashqariga qaragan. Bu yerda bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Kelib yashash uchun ham sharoitlari bor. Bu yerda 3-xonamiz, ya'ni katta yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, 3 xonali uy, 16 qavatli dom 8-qavatda joylashgan. Umumiy maydoni 70 kvadratga yaqin 3 xonali uyimizning boshlang'ich to'lovi $38,500. Bankda $29,000 krediti bor. Xohlasanglar oylik to'lovlar 4,400 dan davom ettirib ketsanglar bo'ladi yoki $67,500 ga naqdga xarid qilsanglar ham bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi joyda joylashgan, Xo'vostoza mahalla 16 qavatli dom 8-qavatda joylashgan uyimizning narxi $67,500. Xohlasanglar ikkilamchi ipoteka orqali sotib olsanglar ham bo'ladi. Past nomerga qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. To'lov ma'lumoti, lokatsiya, oylik to'lovlari Telegram kanalida bo'ladi. Shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.